Har safar og'zingizni ochib, ingliz tilida gapirganingizda siz avtomatik ravishda mana shu 3 ta kategoriyadan biri bo'lib chiqasiz. Siz yoki qotadigan o'quvchisiz, yoki o'rta darajada gapirishingiz mumkin va faqatgina 99% odamlardan yaxshiroq gapiradigan 1% ichiga kirib, pro darajasida gapiradigan o'quvchi bo'lishingiz mumkin. Bugungi darsda har bir kategoriyani speaking, grammatika, so'z boyligi bo'yicha tahlil qilamiz va eng muhimi, siz shu 1% odamlar qatoriga kirishingiz uchun nima qilishingiz kerakligini aniq bilib olasiz. Bugungi darsimizni oxirigacha ko'rgan har bir qatnashchiga Restart English nomli 5 ta video darsdan iborat bo'lgan speaking kursini sovg'a qilaman. Shartlarni video oxirida aytaman. Assalomu alaykum, men Barno Asqarova, 10 yillik o'qitish tajribasiga ega xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisiman. Minglab o'quvchilarga speaking darajalarini B1 dan C1 ga olib chiqishga yordam berganman. Shaxsiy speaking natijam 9. Shuning uchun daftar ruchkani tayyor qilib, darsni diqqat bilan tinglang. Qotadigan o'quvchining muammosi aynan so'z yodlashdan boshlanadi. Ular ro'yxat bilan so'zlarni chiqartirib olib, faqat ro'yxat bilan yodlashadi. Agar siz ham bu usulni qo'llasangiz, hoziroq ro'yxatlaringizni g'ijimlab, musirchalikka tashlab yuboring. Chunki so'zlarni ro'yxat bilan faqat tarjimasini ko'rib yodlasangiz, siz ularni hech qachon ishlata olmaysiz. Qotadigan o'quvchi grammatikada zamonlarda chalkashadi. Qaysi zamon, qaysi holatda ishlatilishini bilmaydi. Umri davomida faqat va faqat formulalar yodlash bilan o'zini band qilgan bo'ladi. Yesterday I have gone to went shopping. Va eng muhimi, gapiradigan gaplarini oldindan yozib olish kerak. Faqatgina yodlab qayta gapirib bera oladi. Sizga bu holat tanishmi? Buning asosiy sababi fear of judgment. Ko'p o'quvchilar gapirayotgan vaqtida erkin gapirishga emas, balki diqqatlarini boshqalarning reaksiyasiga qaratib yuborishadi. Ya'ni, aksentim kulgili chiqsa-chi, xato qilib qo'ysam-chi, hozir to'xtab qolsam-chi yoki zamonlarni chalkashtirib yuborsam-chi degan qo'rquvlar miyangizda avj oladi. Natijada siz erkin muloqot qilishga emas, balki miyangiz himoya tizimiga o'tib, faqatgina xatosiz, to'liq gapirishga fokusni qaratib qo'yadi. Eng katta muammo shundaki, siz skript yozib, uni yodlab gapirganingizda miyangizni faqat xotiraga mas'ul bo'lgan qismlari ishlaydi va muloqot o'smasdan qolib ketaveradi. Sizga Daily Massive Speaking mashqini tavsiya qilaman. O'z uchun alohida Telegram kanal oching va video xabarlar yuboring. Qoidasi, kuningiz haqida gapirasiz, o'zingiz haqingizda gapirasiz. Xato qilsangiz ham to'xtamasligingiz kerak. Videoni shu qismigacha ko'rganlar, xo'sh, darajangiz qotadigan bo'lsa, izohlarda o'zimni tanidim, qotadigan bosqichda qolib ketibman deb yozib yuboring. Mana endi ko'p o'quvchilar yillar davomida chiqib keta olmaydigan tuzoqlari, o'rta daraja haqida gaplashamiz. So'z boyligiga keladigan bo'lsak, o'rta darajada qotib qolgan o'quvchilarning eng katta muammosi, ular ko'p so'z bilishadi, lekin ishlatmoqchi bo'lishganda bu so'zlar xayoliga kelmaydi. Ya'ni, kitobda, audioda qayerdadir o'sha so'zni ishlatsangiz, tarjimasini tushunasiz, bilasiz, ammo o'zingiz erkin nutqda qo'llay olmaysiz. Chunki sizning so'z boyligingiz passiv holatda qolib ketgan. Ya'ni, juda ko'p so'zlarni yodlagan bo'lishingiz mumkin. Kuni bo'yi ingliz tili bilan band bo'lishingiz mumkin. Lekin u so'zlarni faqat tarjimasi bilan yodlab, hech qachon gapirganda ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz yoki amalda qo'llashingiz mumkin bo'lgan gaplarni hech qachon tuzmagan bo'lsangiz, bu so'zlar ishlatilmaydigan passiv so'zlar qutisida qolib ketgan. Agar sizda shu vaziyat bo'lsa, sizlarga tez natija beradigan Vocabulary Activation mashqini tavsiya qilaman. Har kuni 5 tadan ingliz tilida ko'p ishlatiladigan so'zlarni olasiz va har biriga eng kamida 5 ta, 10 ta, 20 tadan shaxsiy hayotingizga oid bo'lgan, hayotda ishlatishingiz mumkin bo'lgan gaplarni tuzasiz. Ko'p ishlatiladigan so'zlarni qayerdan bilaman deyishingiz mumkin. Sizlar uchun Lingua Barno kanalimga bu so'zlarni joylayman, lekin oddiy lifehack bilan ham bo'lishaman. O'zbek tilida qaysi so'zlarni kundalik muloqotda ishlatsangiz, ingliz tilida ham katta ehtimol bilan aynan shu so'zlar sizga kerak bo'ladi. Misol uchun, faxrlanish so'zi, proud so'zini oldik va yodlamoqchimiz. Ketda o'zimiz haqimizda gaplar tuzamiz. Misol uchun, I feel proud when I achieve my goals.
yoki otam mendan faxrlanadilar qachonki qattiq mehnat qilsam. My father feels proud when I work hard. O'ylab turib, yaqinlarim, ota-onam, do'stlarim haqida mana shu so'zni ishlatib, 20 xil hayotiy gap tuzishim kerak bo'ladi. Va oxirida xatolaringizni tekshirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki sun'iy intellektdan foydalaning. Xo'sh, o'rta darajadagilar grammatikada qanday muammoga duch kelishadi? Diqqat! Bunday o'quvchilarning asosiy muammosi ular grammatikadagi barcha mavzularni taxminan bilishadi. Zamonlarni yaxshi tushunib olishgan, hatto conditionals mavzusini ham oson ajratishi mumkin. Lekin gapirishganda juda qattiq ikkilanishadi. Misol uchun, I have been, no, I was. Buni sababi grammatikani bilmaslik emas, balki bilgan grammatikasi avtomatlashib ketmagani. Eslab qoling, qoida bilishingiz bu bitta ko'nikma. Lekin aynan gapirish, o'zingiz erkin gap tuzib ketishingiz, o'ylamasdan, tarjimalarsiz gapirishingiz bu mutlaqo alohida ko'nikma va uni to'g'ri o'stirish kerak. Grammatika avtomatlashib ketishi uchun bunday o'quvchilarga bitta zo'r mashq bergan bo'lardim. Qoidalarni qayta-qayta yodlagandan ko'ra, your speaking skeletons, ya'ni grammatikadan olingan gap bo'lagini olib, uni real vaziyatlarda qo'llab, ko'p marotaba gapirib ko'rish kerak. Masalan, used to degan konstruksiya bor. Bu o'tmishda qilganman, odatiy bo'lgani, lekin hozir bu holat qaytarilmaydi degan ma'noni beradigan konstruksiya hisoblanadi. Uni qoidasini bilgandan ko'ra, o'ylab ko'raman. Hayotim davomida, yoshligimda men ko'p qilgan ishlarim qaysi ishlar bo'lgan va ular hozir o'zgargan. Shuni ro'yxatni birinchi xayolan o'zbek tilida tuzib olaman va keyin I used to, my father used to. Mana shu talaffuzni ko'p marotaba drill qilib qaytarib olganimdan so'ng o'zim haqimdagi gaplarni tuzishga tushaman. I used to play football when I was younger. I used to play outside with other kids when I was younger. I used to listen to One Direction when I was younger. Yoshligimda One Direction'ning qo'shiqlarini eshitardim. Shuna qilib o'zim haqimdagi bir 10 ta gap tuzgandan keyin oila a'zolarimga yotaman. Misol uchun, my father used to work long hours. Oldinlari adam ko'p soatlar ishlardilar. Mana shu otamga taalluqli gap. Endi onam haqida, singlim haqida, ular o'tmishda nima qilishgan, bu hozir qolib ketgan, shu vaziyatlarni hammasi bo'yicha og'zaki gaplarni tuzib chiqaman. Aynan shu tarzda grammatika qoida emas, balki aynan sizni odatiy ingliz tilingizga aylanib ketadi. Maqsad grammatikani eslash emas, balki uni avtomatik ravishda ishlatib ketish. Xo'sh, o'rta darajadagi o'quvchilarda speaking bilan bog'liq muammo aynan qanday? Diqqat! Bu darajadagi o'quvchilar sekin gapira olishadi, lekin erkin, tez va ravon gapirishga qiynalishadi. Shuning uchun agar siz shu bosqichda qotib qolgan bo'lsangiz, Fluency Drills mashqidan foydalanishingiz mumkin. Hozir tushuntiraman. Bitta savolni tanlashingiz kerak va unga 5 xil javobni ko'p o'ylanmasdan boshqa so'zlarni ishlatgan holatda tuzishga harakat qilasiz. Misol uchun, what do you do in your free time savoli. Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? O'tiramiz va 5 xil javobni o'ylanmasdan aytib ko'rishga harakat qilamiz. Shunda miyangiz ingliz tilida tarjima qilishni emas, balki fikrlashni va o'ylashni boshlaydi. Aynan shu mashqni qilish orqali siz sekin-asta o'rta darajadan pro darajasiga o'tishingiz mumkin. What do you do in your free time? Well, in my free time, I usually watch movies and spend time with my friends. Well, whenever I have free time, I usually prefer reading books because it helps me relax after a busy day. Well, I'm quite into sports, so I often go to the gym or take long walks in the evening. Ko'rdingizmi, men bitta savolga 3 marotaba javob berdim. Hech qanday yangi grammatika, qandaydir yangi yuzta so'z ishlatmadim. Shunchaki biladigan so'zlardan kelib chiqib, 3 xil javob tuzib ko'rdim va miyamni boshqacharoq fikrlashga majbur qildim. Mana endi sizlar bilan uzoq kutilgan pro darajasiga keldik. Bu darajadagi o'quvchilarning eng katta farqi, ular ingliz tilini o'rganmaydi. Ular ingliz tilidan foydalanishadi. Xo'sh, so'z yodlashga keladigan bo'lsak, eng katta
layfhackga o'tamiz. Pro darajasidagi o'quvchilar so'zlarni chunks ichida, ya'ni so'z bo'laklari, gap ichida yodlashadi va ular xayolida so'zni alohida narsadek emas, balki keyinchalik ishlatadigan instrumentdek o'rganib ketishadi. Misol uchun, o'rta darajadagi qotadigan o'quvchi uchun effort so'zi shunchaki sa'y-harakat deb oddiygina bitta so'z bo'lardi. Lekin pro darajasidagi o'quvchi bu so'zni keyinchalik aniq ishlatishni biladi. Shuning uchun birdaniga iboralar, gap ichida bu so'zni yodlab ketadi. Misol uchun, make an effort, sa'y-harakat qilish yoki put a lot of effort into, ya'ni birorta ishga katta sa'y-harakat sarflash, ajratish degani. Ko'p harakat qilmay demoqchi bo'lsak, without much effort degan bo'lardik. Aynan shunday tayyor chunks, frazalar ichida so'zlarni yodlash o'quvchiga gapirayotgan vaqtida xo'sh, bu so'zga qaysi fe'lni qo'llasam ekan, qanday gap tutsam ekan degan muammoni butunlay hal qiladi. Pro darajasidagi o'quvchilar aynan shunday tayyor bloklardan foydalanishadi. Agar siz ham shunday collocations, gap ichida keladigan so'zlarni yodlamoqchi bo'lsangiz, maxsus kitoblar to'plami bor. Ularni Lingobarno Telegram kanalimga yuklayman. Albatta obuna bo'ling. Grammatikaga kelsak, pro darajasidagi o'quvchilarda speaking avtomatlashgan bo'ladi. Ko'pchilik bu so'zni tushunishmaydi. Avtomatlashgan degani, misol uchun, qo'limni ko'tarish haqida o'ylasam, men alohida miyamga signal berib, uni xayolimda tarjima qilishim shart emas. Qo'limni ko'taraman deyman va u ko'tariladi. Speaking ham pro darajasiga o'quvchilarda shu bosqichga chiqqan bo'ladi. Ular o'ylagan narsasini darhol ingliz tilida aytishadi. Chunki pro darajasidagi o'quvchi uchun grammatika bu qoida emas, balki kundalik hayotda ishlatadigan tayyor gap bo'laklari bo'lib ketgan bo'ladi. Avtomatlashtirish uchun bundan oldingi bergan maslahatimdan foydalanasiz. Tayyor konstruksiyani olamiz. Misol uchun, present perfect continuous zamoni oldinroq boshlab hali ham qilib kelayotgan ishingiz haqida gapirish uchun ishlatiladi. Demak, I've been. Tayyor qilib o'zimga I've been trying, men harakat qilyapman degan bir gapni olaman va oxirgi payt nimalarni qilishga harakat qilib kelayotganimni eslayman. Misol uchun, I've been trying to wake up earlier, ya'ni men ertaroq turishga harakat qilyapman. I've been trying to improve my speaking skills. Men speaking ko'nikmamni o'stirishga harakat qilib kelyapman. Shu tartibda 20 ga yaqin gaplarni tuzishingiz kerak. Va eng yuqori darajadagi o'quvchilarning speakingdagi eng katta siri bu ular tarjima qilmasdan darhol ingliz tilida fikrlab gapirishadi. Ular men charchadim deb o'ylashmaydi. Ularning xayolida I'm exhausted degan gap darhol tayyor bo'ladi. Shuning uchun ular ravon gapirishadi. Siri tez gapirishda emas, balki tarjimasiz darhol ingliz tilida fikrlashni o'rganishdi. Va yaxshi yangilik shuki, ingliz tilida fikrlab ketish bu tug'ma qobiliyat emas, balki har biringiz shakllantirishingiz mumkin bo'lgan aniq ko'nikma. Men buni o'z misolimda ko'rganman. Birinchi speaking natijam 6.5 chiqqan. Ustoz sifatida juda uyalardim. Keyin 7 olganman, keyin natijamni 8 ga ko'tardim va 8 da uzoq qotib turib, natijamni 9 ga ko'tara oldim. Agar siz ham grammatikangiz avtomatlashishini xohlasangiz, speakingda o'ylanmasdan ingliz tilida fikrlab gapirishni xohlasangiz va eng muhimi, so'zlarni tayyor iboralar ichida yodlab, ularni darhol ishlab ketishni xohlasangiz, sizlarga aniq tizim kerak bo'ladi. Shuning uchun men Upgrade English dasturim orqali darajasini B1 dan C1 ga ko'tarmoqchi bo'lganlar uchun mana shu tizimni o'z ichiga olgan maxsus dastur ishlab chiqaman. Eslataman, darsimizni oxirigacha ko'rgan har bitta o'quvchi Restart English nomli speakingga qaratilgan 5 ta video darsdan iborat kursimni mutlaqo tekin olishlari mumkin bo'ladi. Kurslarimdagi to'g'ri tizim orqali o'quvchilarim ko'rib turgan natijalaringizga erishgan. Overall 7.5, speakingda 8 natijalari, sıfırda ko'plab o'quvchilarim C1 natijasiga chiqishadi va eng qizig'i, ular bu natijaga bor yo'g'i 3 oy muddatida erishgan. Lekin shaxsan o'zimda to'g'ri ustoz va to'g'ri yondashuv bo'lmagani uchun bu natijaga erishimga yillar ketgan. Agar menda to'g'ri yo'nalish va ustozim bo'lganda, men ham o'quvchilarim kabi juda tez natijaga erishgan bo'lardim. O'quvchilarimni fikrlarini yanada yaqinroq bilmoqchi bo'lsangiz, alohida QR kod qoldirdim. O'tib Telegramga o'ting va ko'plab fikrlarni yaqindan o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. 2026-yilda speaking darajasini B1 dan C1 ga ko'tarish uchun nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda siz grammatikangizni avtomatlashtirishingiz kerak. Speakingda o'ylanmasdan tarjimalarsiz gapirishingiz uchun juda ko'p practice qilishingiz kerak
va har bir bajargan mashqingiz speakingga qaratilgan bo'lishi kerak. Undan tashqari, imtihonlarda yuqori natijaga erishish uchun siz listening va reading ko'nikmalaringizni birdaniga o'stirishingiz kerak. Buning uchun biz eng samarali uslub practice and learn uslubini qo'llaymiz. Nimaga o'rgansangiz, kurslarimda darhol amalda qo'llab mashq qilasiz. Bu uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda to'g'ri yo'nalish beradigan professional ustoz va ustoz tomonidan siz xatolaringizni to'g'rilab ketishingiz uchun professional feedback kerak bo'ladi va albatta vazifalarni qoldirmasdan, qiynalmasdan bajarishingiz uchun o'rganishga maxsus qulay platforma va kerakli tarqatmalar kerak. Bularning barchasi yangi ochilayotgan 3 oylik Upgrade English 7.0 dasturimda bor. Darslar qanday o'tadi? Diqqat bilan eshiting. Sizlar bilan 3 oy davomida muntazam ravishda shug'ullanamiz. 3 oy davomida kitob ichidagi 16 ta chapter bo'yicha shug'ullanamiz. 16 ta chapter bo'yicha bizda 80 dan oshiq video darslar bor. Barcha video darslar maxsus platformada o'tiladi. 80 ta oldindan yozib olingan platformadagi video darslardan tashqari siz ustozlar bilan mini guruhlarda 25 kishilik guruhda faqatgina speaking va o'rganganlaringizni amalda qo'llash ustida alohida ishlaysiz. Aynan shunday darslarimizdan naqd 30 tasi bo'ladi. Darslar qanday tarzda o'tiladi? Darslarimiz uchun biz maxsus ilovadan foydalanamiz. Siz uni ham kompyuteringizga, ham telefoningizga alohida yuklab olib foydalansangiz bo'ladi. Platformada har kuni bittadan dars ko'rish tavsiya etiladi. Yangi vazifa faqatgina oldingisini topshirganingizdan so'ng ochiladi. Platformada top o'quvchilar reytingi bor, ya'ni siz nechinchi o'rinda ketayotganingizni ko'rib turasiz va bu sizga darslarni qoldirmay bajarishingizga qo'shimcha motivatsiya beradi. Darslar Telegramda emas, balki maxsus platformada bo'lgani tufayli va siz vazifalarni aynan platformaga yuklaganingiz tufayli birinchi navbatda siz hech narsaga chalg'imay shug'ullanasiz va eng muhimi, biz siz nechinchi darsda qotib qolganingizni ko'rib, agar darslardan ortda qolib ketsangiz, siz bilan alohida bog'lanamiz. Modullarga keladigan bo'lsak, birinchi modulimiz grammatika moduli. Bu yerda siz darslar ro'yxati bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi, lekin darslar ro'yxatidan ko'ra bu moduldan so'ng qanday natijaga erishishingiz muhimroq. Birinchi navbatda grammatikada B1 dan C1 gacha bo'lgan barcha mavzularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va eng muhimi, bu mavzular sizda avtomatlashib ketishi uchun har bitta darsdan so'ng bizda darslarimiz speakingga bog'langan. Bugun o'rgatgan speaking skeletons'larim orqali siz yanada ko'proq speaking practice qilib, gapirganda grammatik xatolarni qilmaslikni o'rganasiz. Ingliz tilidagi barcha zamonlarni chalkashmasdan to'g'ri ishlatishni o'rganasiz va gapirganingizda o'zingizga bo'lgan ishonchni his qilasiz. Keyingi modulimiz vocabulary moduli. Sizlar bilan 17 xil mavzuda so'z boyligimizni oshiramiz. Aynan chunks, ya'ni iboralar va frazalar ichida sizlar bilan har bitta mavzuga oid kerakli so'z boyligini o'rganamiz va eng muhimi, har bir darsdan so'ng siz kitob ichida maxsus vazifalarni bajarasiz va ularni platformaga yuklab, yana speaking mashg'ulotlarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu moduldan so'ng so'z boyligingiz kamida 2 barobarga oshadi. Speakingda to'xtab qolishlar yo'qoladi. Writing va speakingda bir xil so'zlarni ishlatishni bas qilasiz, chunki 17 xil barcha imtihonlarda ko'p tushadigan mavzularni ko'rib chiqamiz va TOEFL va IELTS da tushadigan speaking savollariga erkin javob berishga tayyor bo'lasiz. 3-modulimiz reading moduli. Bu yerda biz kundalik tarzda sizlar bilan reading mashg'ulotlarini bajarganimizdan tashqari, bonus sifatida shaxsan o'zimdan TOEFL bo'yicha video darsliklar qo'shganman. Ya'ni har bitta savol turini qanday bajarish bo'yicha maxsus texnikalarga oid video darslar qo'shilgan. Listening modulida ham sizlar bilan kundalik mashg'ulotlarni mustaqil bajaramiz va undan tashqari TOEFL listeningda tushadigan barcha savol turlarini ko'rib chiqamiz. Natijada eshitayotgan nutqingizni kamida 60-70% ga tushunadigan bo'lasiz. Bu esa TOEFL va IELTS listeningda yuqori natijaga erishishingizga yordam beradi. Writing modulida sizlar bilan insho yozishni o'rganamiz va aynan TOEFL writingda tushadigan savol turlarini ko'rib chiqamiz. Bu savol turlari tabiiyki bizda xat yozish, formal, informal letter va blog post yozish bo'yicha video darslar bo'ladi. Ustozlarimiz kamida 4 yillik o'qitish tajribasiga ega, oliy ma'lumotli, shaxsiy natijasi C1 bo'lgan ustozlar. Kuratorlarimiz nima qiladi? Ular sizni vazifalaringizni tekshirishadi. Sizlar bilan haftalik jonli darslarni o'tishadi va har biringiz bilan doimiy aloqada bo'lib, barcha savollaringizga javob berishadi.
Bundan tashqari, kurs davomida siz men bilan bo'lib o'tadigan shaxsiy 4 ta darslarda qatnasha olasiz. Ya'ni sizlar bilan 4 marotaba yana jonli darsda ko'rishamiz. Platformadagi barcha darslar esa shaxsan o'zim tomonidan tushuntirilgan. Bundan tashqari, aynan shu videoni ko'rayotgan o'quvchilar uchun maxsus sovg'alarim bor. Siz mehmon spikerlar tomonidan yozilgan kurslarni ko'ra olasiz. Misol uchun, sun'iy intellekt davrida maxsus sun'iy intellekt bo'yicha kursni qo'shganmiz. Bundan tashqari, kursga yozilgan har bir o'quvchiga men tomonimdan maxsus sovg'a bo'ladi. Bu Upgrade English kursida bemalol o'qishingiz uchun kurs uchun moslashtirilgan kitob. Shaxsan mening hisobimdan sizga sovg'a sifatida butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekinga yetkazib beriladi. Bu kitob ichida barcha o'tadigan mavzularimiz to'g'ri ketma-ketlikda ko'rsatilgan va siz bemalol uyda ketma-ketlikda darslarni bajarib, mashqlar orqali darslarni yanada yaxshiroq o'zlashtira olasiz. Bu kitob alohida hech qayerda sotilmaydi, faqat o'quvchilarimning qulayligi uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, 2026-yil uchun to'g'ri maqsadlar qo'yib, oxirgacha maqsadingizga erishishingiz uchun maxsus dasturimni ham sizga sovg'a tariqasida bermoqchiman. Undan tashqari, ingliz tilini 5 karra tezroq o'rganish nomli maxsus video kursim ham sizga sovg'a tariqasida beriladi. Va darslarni qulaylik bilan qayta ko'ra olishingiz uchun maxsus platformamizga kurs tugagandan so'ng yana 9 oy mobaynida kirib foydalanish huquqi ham men tomonidan sizga sovg'a tariqasida beriladi. Va bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan eng zo'r bonusim bu to'liq speaking kursi. 20 ta video darslikdan iborat bo'lgan hayotiy holatlarda gapirishingizga yordam beradigan maxsus video darsliklarim. Ular ham sizlarga mutlaqo tekinga sovg'a tariqasida beriladi. Bular hammasi emas, kursga ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng boshqa bonuslar haqida to'liq ma'lumotni sizlarga yana menejerlarimiz berishadi. Aynan shu video orqali dasturga ro'yxatdan o'tadigan har bitta o'quvchi eng zo'r, qulay narxda kursga yozishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun Upgrade English dasturimga qo'shilib, 2026-yilda natijani C1 ga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havola orqali o'ting, ro'yxatdan o'tasiz, ariza qoldirasiz va biz sizga qo'ng'iroq qilib, kurs haqida to'liq ma'lumot beramiz. Joy band qilish mutlaqo bepul. Hoziroq o'z imkoniyatingizni sinab ko'ring. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus bonusim bo'ladi degan edim. Hoziroq izohlar qismiga o'ting va maxsus ssilka, ya'ni havola orqali o'ting. Yopiq Telegram kanalda sizni bonus kutib turgan bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta izohlaringizni hoziroq yozib qoldiring. Siz qaysi darajada ekansiz? Endi qaysi xatolaringiz ustida ishlaysiz va eng muhimi, tavsiya qilgan barcha kitoblarimni olish uchun Lego Barno Telegram kanaliga o'tib olsangiz bo'ladi. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini istasangiz, mavzularni albatta izohlarda qoldiring. Sizlarning talab va istaklaringizdan kelib chiqqan holatda yana bepul darslar tayyorlayman. Hammaga darsni ko'rganingiz uchun rahmat and see you soon. Bye bye.